هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Meryem tefsiri 16. ayette başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağı İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Meryem 16. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ulağa Kur'an'da Meryem kıssasını bayan kılgın. Aynı zamanda o ailesinden ayrılıp şerq tarafdaki bir joyga bordi. O perde tartib kishilardan yoshirindi. Onunğa bizning ruhimizni, ya'ni Jibril alayhissalomni avatdiq. O Meryem'ge bicirim Adem suretida ko'rindi. Meryem aytdi: "Men haqiqatan merhametlik Allohga sig'inib, sening chiqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chiqilmag'in." Jibril aytdi: "Men sana bir pak o'g'il berish uchun avatilgan Rabbingning elchisiman." Meryem aytdi: "Manga kishi yaqinlashmagan tursa, men fahisha qilmagan tursam, qandaqmi mening o'g'il bolam bo'lsin?" Jibril aytdi: "Amaliyat sen degandekdir, lekin Rabbing aytdi, u manga osondir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir." Meryem ve İsa aleyhisselamlarning qissasi. Allah Teala yuqoridagi oyatlarda Zakariya aleyhisselamning qissasini ve onun yaşanıp qolgan ayoli tug'mas bo'lsa-mu, uningdan pokiza ve bereketlik bir balani dunyoga keltirganligini bayon qilib, uningga ergashtiribla Meryemning balasi İsa aleyhisselamni onundan dadisiz yaratganligini bayon qildi. Bunda qilishlik sebep bu iki qissada o'zaro munosabat ve o'xshashlik bordir. Shunga Alloh Taala bu iki qissani Al-Imron surasida ve bu yerda bayon qildi. Alloh Taala bandalarga o'zining qudratini, kuchining kattaligini ve xohlagan ishni qila oladiganligini bildirib qo'yish uchun hem bu iki qissa mazmun jihatda o'zaro yaqin bo'lganligi uchun bu iki qissani Enbiya surasida yana bir qitim bayon qilib keltirdi. Alloh Taala bu qissani bu yerda bayon qilib mundaq dedi: "Ulağa Qur'onda Meryem qissasini bayon qilgan. U bo'lsa Davud alayhissalomning naslidan bo'lgan Imronning qizi Meryemdir. U İsrail avlodi ichidagi hamma jihatdan pok bo'lgan bir oilada dunyoga keldi. Alloh Taala Meryemning onasining uni tuqqanligiga oid qissasini Al-Imron surasida bayon qilgan edi. Meryemning onasi Meryemni Baytul Muqaddasning xizmati uchun nazar qilgan edi. Ular bu ishi bilan Alloh Taologa yaqinlashishni istagan edi. Meryem İsrail avlodining ichida nihoyatda esil cho'ng bo'ldi. U ibodat ve zahidlik bilan tanilgan ayollarning biri edi. U shu chog'dagi İsrail avlodining payg'ambari ve ularning diniy ishlardagi kattasi bo'lgan bir tuqqanining hamma otisi deguchilarmi bor. Eri bo'lgan Zakariya alayhissalomning himoyasida edi.
bir tuqqanining eri bo'lgan Zakariya alayhissalomning himoyasida edi. Zakariya alayhissalom uningga kishini hayron qoldiradigan cho'ng karomatlarni ko'rdi. Zakariya alayhissalom uningda kishini hayron qoldiradigan cho'ng karomatlarni ko'rdi. Allah Teala bunu bayan qilib mundaq dedi. Uni Rabbi chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'gili kirsa, uning yinida birer yemeklik uçurtatdı. O, ey Meryem, bu sen qayerden keldi, deydi. Meryem, bu Allah tarafından geldi, deydi. Allah hakikaten xalığan Adem'ge capa müşakkatsizla hesapsız rızık berdi. El-İmran surasida bayon qilib o'tilganidek Zakariya alayhissalom Maryamning qishida yozda qishda yozning mevasi turganligini ko'ratdi. Alloh taolo bir hikmatning sababidan Maryamdan bandisi va irodalik katta 5 peygamberning biri bo'lgan İsa alayhissalomning dunyoga kelishini iroda qilganda Maryam İsrail avlodlaridan ayrilib chiqib Baytul Muqaddasning sharq tarafidagi bir o'ringa berib shu yerda turdi. Aynı zamanda u ailesidan ayrilib sharq tarafdagi bir joyga bordi. İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligi rivoyat qilindi. Hristiyanlarning nima uchun sharq tarafni o'zlarining qiblasi qilib olganligini boshqalarga qaraganda men haqiqatan yaxshi bilaman. Ular Alloh taolaning ayni zamanda u ailesidan ayrilib sharq tarafdagi bir joyga bordi degan oyatining sababidan shunday qildi. Yani ular İsa aleyhisselamның tug'ilgan yerini özlerinin qiblasi qilib oldi. U perde tatib kishilardan yoshirindi. Onunğa bizning ruhimizni, yani Cibril aleyhisselamni avatdiq. U Meryem'ge bijirim Adem suretida ko'rindi. Bu ayetning ma'nosi haqida Mujahid, Zahhak, Qatada, Ibn Jurayj, Vahb ibn Munabbah ve Suddi qatarlıqlar mundaq dedi. Meryem'nin qishiga avatilgini Cibril aleyhisselamdır. Meryem özü yalğız bir orunda Adem suretiga aylangan Cibril aleyhisselamni ko'rganda onun bir yaman niyeti bor o'xshaydi deb gumon qilib, uningdan qo'rqib mundaq dedi. Men haqiqatan merhametlik Allah'a sığınıp senin çekilişinden panah dileymen. Eğer sen takvadar bolsan bana çekilmagin. İbn Cerir Asım'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Vail Meryem'ning qissasini bayon qilib, Meryem men haqiqatan merhametlik Allah'a sığınıp senin çekilişinden panah dileymen. Eğer sen takvadar bolsan, bana çıkılmagın dese, takvadar kişi akıl uşunu tepip alıdı, deb bilidu dedi. Cibril aytdi, men sana bir pak oğul beriş için evetilgen Rabbinin elçisimen. Yani Cibril aleyhisselam onun ko'nglidagi qo'rqinishni ko'tarib o'tish uchun men sen gumon qilgan yomon kishilardan emasman, balki men Alloh taolaning sana avatgan elchisidirman dedi. Meryem haqiqatan marhamatlik Alloh taolaga sig'inib deb Alloh taolani tilga olgan vaqtida Cibril aleyhisselam titrab ketib
özünün asli şekliga qaytdi va men sana bir pak o'g'il berish uchun avatilgan Rabbingning elchisiman deb ketdi deb bayon qilindi. Ondan Maryam bu ishdan hayron qilib mundaq dedi: "Manga kishi yaqinlashmagan tursa, men fahish qilmagan tursam, qandaqmi mening o'g'il balam bo'lsin?" Jibril aytdi: "Amaliyat sen degandekdir, lekin Rabbing aytdi. U manga osondir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir." Ya'ni haqiqatan Allah Taala mundaq dedi: "Sening ering bo'lmasimi va senden fahishiga o'xshash yomon ish ko'rilmagan bo'lsa-mu, Alloh taolo sheksiz senden bir balani vujudga keltirdi. Haqiqatan u xohlaganni qilishga qudrati yetkichidir. Biz uni kishilarga ularning yaratquchisining qudratini ko'rsatadigan alomat va dalil qilamiz. Alloh taolo ularning dadisi Adem alayhissalomni er va ayolsiz yaratdi. Havvani ayolsiz erdinla yarattı ve İsa'dan başka Adem'nin kalgan balları yani kişilerini er bilen ayoldan yarattı. İsa aleyhisselamni ersiz ayoldanlı yarattı. Şunun bilen Allah Teala kudretinin kattılığını gösterdiğin 4 xil yaratış toluqlandı. Onundan başka ibadetke layık bir zat ve Rab yoktur. Biz o balını Allah Teala tarafından bo'lgan bir rahmet kılımız. Yani Allah Teala'ya ibadet kılışqa ve onu bir deb biladigan aqidege çaqıradigan bir peygamber kılımız. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: öz vaqtida periştiler aytdi: "Ey Meryem, Allah sana adının vasıtasız Allah'ın bir kelimesinden törelgen bir bovaq bilen hoş haber berdi ki onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. O dünya ve ahirette obro'yluq ve Allah'a yaqinlardan boludu. O beşikdimi, yani bovaqliq chig'idimi, o'ttiri yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikqa komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir. Bu Jibril alayhissalomning Maryamga qilgan oxirgi so'zidir. Jibril uningga bunun Allah Teala'nın takdirde bekitilib bo'lgan ish ekanligidan xabar berdi. Muhammed İbni İshaq bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi: Hakikaten Allah Teala onu şundaq yaratishni iroda qildi. Onun yaratılışı çoqumdur. Meryem hamildor bo'ldi. Ailesinden yiroq bir joyga ketdi. Tolgaqning qattiqligi uni yo'linib olish uchun bir xo'ma daraxining yeniga kelib olishga majbur qildi. Meryem aytdi: "Kaşki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu." Meryemning homildor bo'lib andin tuqqanligi. Allah Teala bu ayette Cibril aleyhisselamның Meryem'ge Allah Teala'nın degan sözlerini yetkizgen vaqtida onun Allah Teala'nın orunlaştırışıga boysunganligini xabar berdi. Köplegen selef alimleri mundaq deb bayon qildi: u vaqtda Cibril aleyhisselam onun ko'nglikining yoqisidan pöyledi. Pöylengen ruh tushib onun baliyatqisiga kirdi. Şunun bilen o Allah Teala'nın izni bilen hamildor bo'ldi. Muhammed İbni İshaq mundaq dedi:
U hamildar bo'lganda uningdan hayz to'xtadi va qusadigan bo'lib qoldi. Uningdan hayz to'xtadi va qusadigan bo'lib qoldi. U odatda homildor ayollarda bo'ladigan alomatlarga o'xshash o'zini horg'in his qiladigan bo'ldi va sizik bo'lib qoldi. Hamda rangi o'zgarib, hatto tili yerilib ketdi. Zakariyaning oilasiga kelgan bu ish boshqa bir oilaga kelib boqmagan edi. İsrail avlodining ichida uning bilan Yusuf degan kishining chatiqi bor. Chirkovda u kishidan boshqa birisi uning bilan birga tug'magan degan gap so'zlar tarab ketdi. U parda tortib kishilardan yo'shirindi. Hech kim uni ko'rmadi. Umu hech kimni ko'rmadi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'linib olish uchun bir xo'ma daraxining yeniga kelib olishga majbur qildi. Ya'ni to'lg'oqning qattiqligi uni u kishilardan yo'shirinib turgan yerdagi bir xo'ma daraxining yeniga kelib olishga majbur qildi. Olimlar u o'rinning qayerda ekanligi haqida ixtilof qilishib qoldi. Suddi u o'rin Baytul Muqaddasdagi namoz o'qiydigan yerning sharq tarafida edi dedi. Vahib ibn Munabba u aslida qochib mangan edi. U Sham bilan Misrning oraliqidagi bir yerga kelgan vaqtida uni to'lg'oq tutdi dedi. Vahib yana bir rivoyatda u o'rin Baytul Muqaddasdan 8 mil yiroqlikdagi Baytul Lahmi deydigan bir kent edi dedi. Nasaining Anasdan va Bayhaqi Shaddad ibn Avsdan Isro to'g'risida rivoyat qilgan hadislarda u o'rinning Baytul Lahmi degan kentda ekanligi rivoyat qilingan. Buning shu yerda ekanligi kishilarning bir-biridan qabul qilib kelgan mashhur pokitning birisidir. Hatta Hristiyanlarmu bu o'rinning shu yerda ekanligida shak qilmaydi. Bu vaqtda kelgan hadismi bor. Maryam aytdi: "Kashki men uningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu. Kashki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu. Kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu." Bu oyatda fitna fasodga tushib qolganda o'limni orzu qilishning durust ekanligiga pokit bor. Kishilarning ishni to'g'ri tushunmaydiganligi, o'zini oqlab degan so'zlarga hech kimning ishonmaydiganligi va o'zining tug'ilish oldida turgan bu bola bilan sinildiganligini shaksiz tonib yetdi. U kishilarning nazarida ibodat qiluvchi taqvodor ayol deb tonilib bo'lgan edi. Endi ularning gumonicha yomon ish qiladigan fohisha ayolga aylanib qoldigan bo'ldi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ya'ni men yaratilmagan va eng oddiy bir narsami bo'lmagan bo'lsam-chu. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ya'ni men kishilar tarafidan tonulmaydigan va ig'izga ilinib boqmagan bir narsa bo'lib qolsam-chu va mening kimligimni hech kim bilmagan bo'lsa-chu. Jibril uningga xurma daraxining ostidan nido qildi. G'am qilmagin. Rabbing sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Xurma daraxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishgan yangi xurmalar to'kiladi. Bu shirin xurmadan yegin. Bu tatliq suvdan ichgin va xursand bo'lgin. Biror odamni ko'rsang,
u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degan. Bola tug'ilib bo'lgandan keyin Maryamga deyilgan so'z. Jibril uningga Xoma darxining ostidan nido qildi. Tafsirshunos olimlar Xoma darxining ostidan chaqirgan kishining kimligi to'g'risida ixtilof qilishib qoldi. Avfi va uningdan boshqalar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning u kishi Jibril alayhissalom edi. Maryam Aysani toki odamlarining qishig'a ilib kelganga qadar Aysa hech qanday gap qilmagan deganligini rivoyat qiladi. Shuningdek Said ibn Jubayr, Zahak, Amr ibn Maymun, Suddi va Qatada qatorliqlarmu chaqirgan u kishi Jibril alayhissalomdir. U uni jilg'ining ostinqi tarafidan chaqirdi dedi. Mujahid chaqirgan kishi Maryamning o'g'li Aysa dedi. Said ibn Jubayrning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Sheksiz u, ya'ni chaqirgan u kishi uning o'g'li Aysadir. Sen Alloh taolaning Maryam bu vaqtni ko'rsatdi deganligini anglamadingmi dedi. İbn Zayd ve İbn Jarir bunu to'g'ri fikir deb qaradi. G'am qilmagan Rabbing sening ostingdan iqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Sufyan Savri ve Sha'bi qatorliqlar İbn Azibning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Rabbing sening ostingdan bir eriqni paydo qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning shundaq deganligini rivoyat qildi. Amr ibn Maymun bu vaqtda mundaq dedi. Maryam uchun suv ichadigan bir eriqni paydo qildi. Mujahid va Said ibn Jubayrlarmu shundaq dedi. Boshqalar mundaq dedi. Alloh taolo Maryamning ostiga paydo qilgan eriq odatdagi eriq emas, balki Aysa alayhissalom ko'z tutilgandir dedi. Bundaq degichilar Hasan, Rabi ibn Anas, Muhammad ibn Ubad ibn Ja'far, Qatada va Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlardir. Alloh taolo Maryamning ostiga paydo qilgan eriq odatdagi eriqdir degan so'z kuchli bo'lib, shunga Alloh taolo u oyatning keyinda mundaq dedi. Xorma darxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishqan yangi xormalar to'kiladi. Bu shirin xomidan yegin, bu tatlı suvdan ichgin va xursand bo'lgin. Shunga Amr ibn Maymun nifasida ayollarga yangi pishqan xomida foydali narsa yo'q, yangi pishqan xomidan foydali narsa yo'q deb bu oyatni o'qidi. Nifasidar ayollarga yangi pishqan xomidan foydali narsa yo'q deb bu oyatni o'qidi. La ilaha illalloh. Birer odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degan. Bu oyatdagi so'z qilmayman degan so'zdan faqat ishorat qilish ko'zi tutilgandir. Anas ibn Malik bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ya'ni men haqiqatan marhamatlik Alloh taolaga so'z qilmay jim turishga va'da berdim. Ibn Abbas radhiyallohu anhumamu ve Zahak qatorliqlarmu bu oyatning ma'nosi haqida shuning o'xshash dedi. Ularning shariatida ro'z tutganlarga tamoq yeyish va suv ichish haromdir. Abdurrahman ibn Zayd mundaq dedi. Aysa alayhissalom onasi Maryamga g'am qilmag'in deganda Maryam mundaq dedi. Men ya kishilarning qo'lida ishlaydigan cho'ra bo'lmasam, sen mening qishimda bo'g'achqa men qandoq g'am qilmay tura olayman? Mening erim bo'lsa, kishilar bu balani eridan tug'di deydi, yoki men kishilarning qo'lida ishlaydigan cho'ri bo'lgan bo'lsam, kishilar bu balani o'zining xo'jayinidan tug'di deydi.
mende bu ikki ishning birimi bo'lmay, seni tuqqachqa qandoqmi g'am qilmay tura olayman? Men kishilarga bu ishni qandoq tushundirman? Kaşki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu. Isa alayhisalom uningga kishilarga nima deb javob berishni man qo'ygan. Men ularga sening o'rningda javob berman deb onasiga biror odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degan dedi. Abdurrahman ibn Zayd bu so'zlarni Maryamga Jibril alayhissalom emas, balki Isa alayhissalom qilgan dedi. Bu vaqtda vahmu shuningga o'xshash dedi. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Meryem suresi tefsirinden 26. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.